surat. Nimelerge könmeydi insan, yüreğide yansa muhabbet. Baxtimizde so'zlaydi aman qara jinim biz tushgan surat. Medet bana senin barlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Düşündürme hiç kimge gülüm, benim üçün yalgan dilimi. Bu takdirimin sınaklarıdan Tanrı teyli bergin kulumni. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Dimxonamga tashlasan qadam. Doktorxonada Aytenning gapini anglab, seni uningdan qizg'andim. Sendan ayrilib qolaman dedim. Sırtım balam. Men sizlardan bir qadam ayrılmayman. Sizlarni tashlab hech nega bormayman. Chekkan jafolarim uchun umr bo'yi dinimni yaxshi kutma opa. Bunaq dema balam, rahmat. Ota-ona degan farzandga mangu hamroh bo'lib bo'lolmaydi. Bizmi hamon bir kun ketib qolamiz. Ishqi o'limni gapini qilgansan. Xudoga shukrona, yelimizni sog'-salomat turibman. O'zi bizning baxtimiz opa. Ayten bilan urug' tuqqan bo'lib o'taylik. Uni chiroq yurtlarda bo'yanqiz qizib qo'ymay, uning yolg'izligini chandurmay o'taylik balam. Uning ko'ngliga bo'lgan gaplarni hargiz qilsanmajmi balam? Xotirjam bo'l. Nadiraga o'zining oppostek ko'zi ko'nglini bek ayıson balam. Nadiradan xotirjam bo'l opa. O'ylab baqsam, men bu dadam ishkanani jiqab ekanman. Yaqinda mushlarni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Sizlar bizni hech qanday xap qilib boqmadinglar. Bola degan ota-onaning akilaydi. Bolaning xapligi ota-onaning ko'nglidan birdamda taraf ketadi. Ota-ona o'z bolasiga hargiz adovat saqlamaydi. Sen kichikgina turib
Xeylicik azaplarını tatıb aldın balam. Gerçi sen öylik çağlıq bolğan bolsanmı? Bizning aldımızda yanıdək kichik bala. Atanının balalardan birini talab qilgini nadi ko'ribsan? Ata-anı o farzanddan birini tamam qilmaydi ukam. Lekin ko'ngil deydigan bir nim bor. Har qancha iqtisodiy yaxshi oila bo'lsa-mu, biz farzandli ota-onamizga yaxshiroq qaraydigan bo'lsak, ular balamiz vafodor, ko'yimchan bola bo'pti deb ko'ngli xo'sh bo'lib qoldi. Esingda bo'lsa, ota-onamiz yashinib qoldi ukam. Dadamning kesili ig'ir. Hozir ularning oldidan yaxshiroq xabar ololmay, keyin voy eset degan bilan o'rniq kelmaydi. O'ylab baqa. Aldın qitim Nadire dadamni yo'qlab borgan vaqtida pulning ko'ziga qarab, piqsaqlik qilib, yaxshi qilmagandi. Aytib baqqan afkam. Shu vaqtda Nadiraning qilqini sen nima uchun qabul qilmading? Dadamni ko'z ilmaydi-ki, odam gerçek yo'q kelib kashini to'g'lab qo'yargandim. To'g'ri deysan. Aldın qitim mush sababli ishkilanishida chataq chiqib tas qoldi. O'ylab baqa. Dadam birer yüz ko'yliq mevchiviga zarmi. Lekin bu yerda hurmat, adab, axloq, mehr, muhabbat deydigan narsa bor afkam. Bular puldan ustun turdi. Shu chaqda kelinning qilgan qiliqi hammamiz ig'ir kelgan afkam. O'ylab baqa. Aytanadan Gonjuning ota-aytan Eldar meni boqsin deb kelamda. Ular senin bir tinanın lazım yok Furkan. Ular lazımlıqı mehr muhabbet. Şunu mənim ata-anamның qol ilekidi bor. Ular mende yeshtin talab qilmaydi deb parvosiz yurib tikanma aka. Ammo o'ylab baqsam, ular bizni deb chekkan jafolari uchun ota-onamizning maloyliqini bir umr qilsaqmi arziydi-ki. Sana en akıl kirge akşaydı Furkan. Ayta adamni oyga yarashdi ha. Canım balam, idaranga mışlıqlı üstüp kelgenimge xapılmağan sen. Opamda yurtimizga ko'p qitim kelganligingizni olindim. Kelgan. Soda banaları bilan kelgan. Eng muhimi, sening didoring ko'ngli kelgan balam. Hatıra mağdığan vaxtımda gözüm aqamdalı qalırdı. Toxtumay yığılaydım. Sen apamla paranlaşmagan bolsam, Aytan apamni xata tushunib ketaverdik amma apa. Degining to'g'ri-ki, u bek bag'ri yumshoq, nazar doirasi keng, iqtidorli ayolga. Men demadimmi, Aytan apam ko'ngli qara, shaxsiyatchi ayol emas. Onun bilan paranglashib bir ko'rish baqqaning bek yaxshi bo'ldi balam. U meni-chi apa, kasbingizni to'g'ri tanlabsiz, kichik bo'lganingiz bilan qiziqish doirangiz, nazar doirangiz kengkan deb maqtab ketgandi, bak xijilib ketdim. Oy, nemish xijil bo'lsa, maqtig'ini to'g'ri bo'pti balam. Lekin mushkam kelguncha qaysinglar meni
Ayten apamdek maqtab baqdinglar apa. Oy canım balam. Ağzımdan çıqamagan bilen könglimge ayan balam. Ona degen aldıraşçılıkta heli değme degen gipini unutup kalıdı eken. Senze apam mening yaxshi yerlerimni kömey kaldı dep kapsa degine. Can tende aman bolsa. Demigenni dava qiluludu balam. Maqul desang mening bir yaxshi talabim bor apa. Senin qaysi bir yaxshi talabingga biz yoq deb baqqan? Yoq degan vaqtlaringlarmi bor apa? Ha, do'stlam sen kichik, oqsoqolli qilyapsa deb odamning to'g'ri fikrlarini rad qilib, qizg'iliqimga suvoq suv sepsizlar. Ay balam. Menden ötken yeri olsa, men maqul. Bizden ötüp ketken yerler olsa, içinge soluvanmay, hemmeni ko'nglingdan chiqarib et balam. Balamda. Unda Osman'a va'da ber. Va'da beray? Nemde sen şunu dep va'da beray? Bu qitimgi taklifimga cho'qim qo'shilsa. Maqul. Yo'q, Şöket aka, Zührədə. Mən İldarını sizlərdən ayrı vəsəm olmaydı. Rəhmət sizlərə. Bilmə. Sizlər mənim konumunu ayavatısızlar. Şunsi, sizlərlə yaşınlarım çoğub qaldı. Bundaq vaxtıda İldar yinanladı bulub sizlərə həmrah oluş kerak. Bu yerdə bizning halimizdan xabar aladigan ballar bilan urug' tuqqanlar jiq singlim. Siz u yerda yolg'iz tikandaqli ekansiz. 20 necha yildan buyon balani o'tida kuyib kepsiz. Biz buningdan xabarsiz bo'lg'achqa sizning holingizdan xabar ololmabdik. Mana endi hamma ish oshkorlandi. Biz Eldarni bizden mangu ayırıp ep çık kessin demeymiz. Bir mezgil kışımızda tursun. Derdinizge şifa tepin. Mana bu bizden levzimiz. Bizge makul dersinler. Sizler İldar'ın şefkatisi bulup kalmay, mening şefkatcim. Şunsi, degen mantıqı sizler meni bu oyda qo'llab chiqamdiki deb ansirgandim. Mening shunchalik to'g'ri tushunganinglarning o'zi men uchun baxt. Sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, Eldar meni opa deb quchoqlamdi. Menga mushning o'zi yetadi. Menga buningdan ortiq boylik, buningdan ortiq xo'shallik yo'q. Shunsi, buni sizlar menga akabadinglar. Men qarab turib, sizlarni seg'inish o'tiga ishtirmayman. Eldarni biz bekib cho'ng qilganimiz bilan siz bu dunyoga obro' qildingiz. Ona degan ulug' bir inson. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, Eldarmi bu yo'riq dunyoga ko'z ochmagan bo'lardi. Bizmi Eldarning meriga, farzandlik meriga qonmagan bo'lardik. Siz bir oliyjanob ona ekansiz. Eldarni bizdan olib ketishni talab qilsangizmi, biz g'am qilolmaymiz. Şöket aka, siz bundaq desangiz men xijilib qolma. Bu balada mening hech qanday haqqim yo'q. Sizlar qanchalik tasda shu balani qada qotqininglar, menga 5 qo'ldek ayon. Men bilaman. Shunsi, Eldan endi qada qotib bo'lganda, men to'pidil bu yerda paydo bo'lib, balamni men akitman desam, bulanchi bilan nima farqim bo'ldi? Yo'q. Men unda qilmayman. Qaysi ota-ona o'z bolasini yenidan ayrilib tursin deydi. Zöhrəmi, sizmi onun yenilardan ayrılıp ketişige qo'shilmaysizlar. Menmi her kuni onun didarini ko'rib tursam deyman. Farzandning bolalık mecburiyeti bo'ladi.
Eldarning mu farzandlik burchini ado qilishini umid qilaman. Zöhra bilan ikkinlar onun onasi. Ben uzak yıllardan berisi yalğızçılıqның dədini tatdım. Günəmə qapdım. Əndi yaxşı oldu. Səni sığınsam, gelip gidip жүрmən o. Ben bundan keyin yalğızçılıqның dədini tatmaydigan oldum. Şəkat aka, bundan keyin biz Oruq tuqqanda götürdiğen bulduk bu. Oruq tuqqan degan bir-birisini barsan, barmaysan deb shart qo'ysa bo'lmaydi o'singlar. Biz uruq tuqqan bo'lgandan keyin Ildar bilan Nadira qishingizda bir mezgil tursin. Shunday qilsak, uruq tuqqanlik munosabatimiz texmi qo'yiqlashmamdi. Vaqti kelganda biz mi uyaga berib kelamdiq dahi. Ay bek yaxşı olardı. Bir Allah. Qarşı al mən, qulam köksümdə. Sizlər basanlar, xizmətinlərdə bulay. O vaxtıda mənim birəsi xoşallığım mənəsiga özgürdü danlar. Şundaq müzikrədə. Dadam canım balam. Dadamning qarzi qayerda opa? Dadamning qabrisi Güliston qabristonligida canım balam. Mer duram kelganda dadamning qabrisiga berib uni yo'qlayman. Canım balam. Yaqinda seni bil açıqay. Bu yana dadamning uruq tuqqanlari bor. Dadamning uruq tuqqanlari G'uljida. Ular seni ko'rsa cho'qim. Voy, bu Cesur'un özü deb hayran qoladi senin balam. Sen ularni yo'qlab turibsan. Yo'qlayman. Albatta yo'qlayman balam. Shunisi ular mening balam borlig'ini bilmaydi. Ishqa. Ular nima ish qildingiz? Qandoq deyman senin balam. Ular buni bilsin nima qildi? Ular seni izlab Shavkat apandimni uyiga kelsa. U men 20 yildan beri qilgan tirishchanligim hammasi bekor bo'ldi. Onun bilan tang nurg'un ko'ngilsiz ishlardan keladi. Canım balam, o vaqtisi sening dilingmi og'riydi degina. Men shularni o'ylab ular demidim. Ular bu ishlar jarayoni endi bilsa bo'lamdi opa. Albatta bo'ladi canım balam. Endi ulardan yushirdigan hech qanday ish yo'q degina. Ular seni ko'rsa cho'qim baxo'shib ketadi. Cesur'ni ko'rgandekli bo'ladi. Akün ayıldan apsi çapat işyak amine. Qaysi apsi? Kapısı apsi oldu. Ayte diyen direktörçü. Nima deydi o? Onu mu qıltaq deste dağıtqan oqşamamsan? Bo'lmasa seni aldırab qışqırmaydı o seni. Yaman nima ekansiz Juma? Qapqanni bizdan burun qurib bo'lsa emasmi? Ya kaka.
Qani men quramdim. Aş xotun qurvatdı hazır. Bizni qapqan destman degan adam borku. Oldi bilan o'zi desaydi o qapqanga. Ko'nglimdagidek qilsan juma Salika. Şu dünyada men senchilik tushunadigan boshqa bir odam yo'q emasmi? Esingda bo'lsin, ukam. Bu jonivorga qapqon bilan to'lib ketgan jonivor. Ay ko'rgan odam seni destiman deydi. Bu qapqonni obdan qurmasang, ukam, ziyonning yo'g'ini tatib qolsan. Sening bu ishlar qilib hamma. Meni daryo bo'yiga olib suvg'ama ekilalaysan emasmi? Yo'q. Mucha jahonda ochliqni shu sendan o'rgangan emasman men. Shu oxotonga bo'zak olmay keldim. Bo'lmasa xil qiltaqqa desatmechdi meni o'qidim.